Yo'q, rashk nima u rashk? Yoningdagi ayoling eng zo'ri, eng yaxshisi u saniki. Boshqa odamlarning orzusi shunday deb qabul qilgin. Ana u qarab kimdir yoqtirsa uni ayolni yo gap otib yaxshi ko'rib, tikilib qaragan bo'lsa, ayolni ezish kerak emas, faxrlanish kerak. Men eng zo'r ayolga, eng go'zal, ideal ayolga uylandim deb faxrlan bo'ldi. Ha u kimlarni qo'li yetmagan. Endi rashq tushunchasi kelyapti. Bu nima degani o'zi? Rashq bu meni mas'uliyatimda bo'lgan barcha nozik xilqat vakillarini har qanaqa xavf-xatardan himoya qilishim va ularning shaxsiy chegaralarini muhofaza qilishimdir. Kimki bu chegaradan ani poylasa, boshqa qilsa unga qarshilik bildirishim kerak. Agar kirishga urinib ketsa, unga ba'zi payt aytyaptilarki, jismoniy qarshilik bildirish normalniy bo'lib qoladi. Endi bu umumiy olganda haqiqiy o'zini hurmat qiluvchi o'zbek yigitining qadriyatlaridan hisoblanadi. Kimki bu qadriyatlarga nisbatan osmondan qanaqadir fikrlarni olib, bir narsalarni o'ylab topib gapirsa, endi bu millat ichida bo'lsa agar millat ichidagi xoin hisoblanadi, qayerdandir turib gapirsa ham u xoin hisoblanadi. Chunki bu millat ichidagi qadriyatlardan hisoblanadi. Bu qadriyatlarga qarshi qanaqadir gaplarni o'ylab topish shuncha yillik o'zini hurmatini saqlab kelayotgan millatga nisbatan hurmatsizlik qanaqadir noto'g'ri bo'ladi bu yani.